hikoya. Çözde beni kılvatı dikine. Ay, beni kılvatı. Ay, toksa durun. Aslında mundaqkanda, boyaqi otun bilan ot keçiribkanda, nima degan aqlliq. Ot bo'lsa, insoniyat tarixidagi tunji kashfiyot. Bu joy qadimgi Jungu, ya'ni Beyjonning yendiki Lungushan g'ori. Buningga 50 ming yil bo'ldi. Bu yerdagi Beyjon iqtidorli odamlari o'z vaqtida gulxandan foydalanib, go'sht pishirib yeyishni, isinishni bilardi. Shundaqmi? Ondan gulxan o'z nuri bilan atrofni yo'ritadi. Demak, bu insonlarning tunji chirig'i. Lekin gulxandan qish kunlari foydalangani bo'lgani bilan yozda chidash mumkin emas-da. Voy, nimanda issiq. Oy, issiqdan o'lay dedim. Tala salqin bo'lgani bilan o't yo'q, top qarang'u. Voy, chatoq bo'ldi. Meni qo'yib et. Sendan etinib qolay, meni qo'yib et. Bu fransiyalik kilormarinliqlarning g'ari. Bular Beyjon maymunsimon odamlarga qaraganda hozirgi zamon odamlariga texmi yaqin. Bunisi tabiiy, chunki ular bundan 42 ming yil ilgari yashagan. Bu insonlarning eng dastlabki chirig'i. Buningda tosh taxsiga hayvon meyi qo'yilib, o'simlik talasi pili qilinadi. Nimandaq sezuk. Voydan, bularni deb faqat chidamadim. O't yechib qoldi-ku. Yüzün im bo'ldi. Qap-qari bo'lib ketdi. Jinchiroq kashf qilindi. Yoz kunlari kishi uning yenda tursimi ancha his qilmaydi. Lekin shamol chiqsa yechib qoladi. Endi qanday qilsak bo'ladi? Kanal topdim. Cho'rsini to'sab qo'ysaqla bo'ladi. Sutpanos. Uyda jinchiroq ishlasak bo'ladi. Qora ichida toshchiroq ishlasak bo'ladi. Mayli, yaxshi javob berdinglar. Bularning hammasi yaponcha chiroqkanda. Sizning deganingiz to'g'ri. O chaqda Yaponiyaning chiroqlarining hammasi bu xil taxt shaklli chiroqlar edi. Taxt ichiga moy qo'yib, ichiga bir tal pilik sap qo'yiladi. Bu Janxu davrida kashf qilingan chiroq. Bir nechiga pilik o'tkazib qo'yildi. U chaqda tashqi ko'rinishiga ahamiyat berib, chiroqning o'ziga ahamiyat bermaydi ekanda. Shundaq. Lekin shu chaqda boshqa davlatlarda chiroqning tashqi ko'rinishiga diqqat qilinmay, balki o'zini yaxshilashga ahamiyat berilgan. Masalan, shisha kaydirgan, pilikni yaxshilagan, shunga o't bilan havoni uchishi mayli yaxshi bo'lgan. Uqdim. Men bir rasmda bir xil kirsin chiroqni ko'rib edim. Qandaqki? U mening rasmda turib qana.